arab televideniyasida bir ko'rsatuvni ko'rganimda 3 ta olimni shu suhbatini birovlari bilan chetda suhbat qilishganini ko'rsatgan edi. Shunda o'rtasida o'tirganlari aytganlar, ikkita eng zo'r tuyani orasiga men yag'irni qo'yib qo'yishibdi. Endi bularni oldida men nima deya olaman deb o'zlarini shunaqangi kamtarliklarini izhor qilgandilar. Endi bizniki kamtarlik emas, lekin shunaqangi ikkita olimlarni o'rtalarida o'tirib qoldik. Endi Alloh o'zi madad bersin. Mayli Shayx Sa'diy rahmatulloh alayhi aytganlaridek, asbitozi agarchi behtozat, la shahar xeyshdan nayondozat. Ya'ni chavong'ich ot juda ham yaxshi chopsa ham, log'ar eshak, arriq eshak ham yotib olmaydi, sekin yurib boradi degan ekanlar. Men bu yerda mana Ahmad Hamdomlar hamma zaruriy gaplarni gapirdilar. Men o'sha yoshligimizda o'qigan bir avvala ilm degan kitob bo'lardi. O'shandan boshidan bir ikkita jumlani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim. Agar pursandki avvali ilm kadomast va oxiri ilm kadomast. Agar so'rashsaki ilmning avvali qaysi-yu, oxiri qaysi deb so'rashsa, javob bigoki, avvali ilm shunoqtani Alloh taolost va oxiri ilm guzoshtani hammai amrho basoyi Alloh taolost. Sen unga javob berganki, ilmning avvali Allohni tanish va ilmning oxiri hamma ishlarni Allohga topshirish. Ana avvali ilm Allohni tanish deyaptilar. Allohni tanishligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam man arafa nafsahu faqad arafa robbahu degan ekanlar. Kim nafsini tanisa, o'shanda u Robbini tanibdi dedilar. Biz oldin nafsimizni tanishimiz kerak ekan. Alloh taolo nafsni 3 xil nom bilan atadi. Birinchisi nafs ammaratun bisu. Ya'ni yomonliklarga buyuruvchi nafs. Siz bilan biz nafsimizni faqat shu yomonliklarga buyuruvchi ekanligini bilsak, u siz bilan bizni dushmanimiz ekanligini taniymiz. Dushman bo'lganligini bilganimizdan keyin, demak, doimo undan ehtiyotkorlikda bo'lib turishimiz kerak. Nafsni aytganini darrov tekshirib ko'rishimiz kerak. Dushman bizga bir maslahat berayotgan bo'lsa, aytamiz, bu dushman bu. Bu menga hech vaqt yaxshilikni ravo ko'rmaydi-da. Bu mana bu hozir menga juda xayrixohligini izhor qilib, menga yaxshi maslahat beryapti. Tagida nima yotibdi ekan buni degan darrov bir tafakkurni qilishimiz kerak. Ana shunday qilib bu nafsni yomonligini yaxshi qalbimizga o'rnatsa, endi bizni nafsimiz nima bo'ladi? Lavvomaga aylanadi. O'zini o'zi malomat qiladigan nafsga aylanadi. Sen yomonsan sen o'zing. Sen onundaysan, sen manundaysan, hech nima qilolganing yo'q. Doğrusa, demak siz bilan bizni taraqqiyotimiz boshlanadi shunda. Chunki o'zimizni hali hech nima qilolmaganligimizni, oxirat uchun hech nima tayyorgarlik ko'ralganimiz yo'q ekanligini bilsak, harakatga tushamizda. Ana bu haqiqiy harakatni qilib, o'sha nafsimizni, o'sha malomatini to'g'ri o'zimizga qabul qilib, ana shuni tuzatishlikka harakat qilib boraversak, ana Alloh taolo o'zi ataganidek mutmainna nafs paydo qilib olamiz ekan. Mutmainna ya'ni Allohning bizlarga mehribon ekanligini, fazli marhamati ko'p ekanligini va har bir ishga qodir ekanligini juda ham mustahkam bilib,
Allohga suyanib qolishlik. Ana shuni mutmainna nafs deydi. Alloh ana shunday nafsni to'g'risida nima deydi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ey o'shanaqangi Allohga suyanib qolgan, har bir ishini Allohga topshirgan nafs, fadkhuli fi ibadi, mani xos bandalarimni qatoriga kir, vadkhuli jannati, va mani jannatimga kir deb aytadi. Ana shunaqangi nafs paydo qilganimizdan keyingina nafsimizni shunday yaxshi tanib uni tarbiyalab boralsakkina ana o'shanda biz hamma ishimizni Allohga topshiramiz ekan.